Fevral oyi men uchun juda ham alohida oy, chunki bizani fevral oyida zaksimiz bo'lgan va juda ham ko'plab cringe voqealar bo'lgan. Shularni sizlar bilan bo'lishaman va nочной o'qitimni qilib olaman birgalikda. Biz 14-fevralda zaksdan o'tish xohlagan edik, lekin o'sha paytda pandemiya bo'lgani uchun har xil zapretlar bo'lgan va qaynatam aytganlarki 15-fevraldan keyin zapret ochilar ekan, ya'ni 30 kishidan ko'proq odamni chaqirsanglar bo'lar ekan deb aytganlar. Biz 16-ga olganmiz, lekin havoga qaramaganmiz. Ob-havoga Istanbulda yarim metrdan baland qor yog'gan o'sha yili va to'yimizga deyarli aytgan odamlarimiz yarmidan ko'pi kela olmagan. Chunki havo yomon bo'lgan paytda Istanbulda mashinalar umuman yurib bo'lmaydi. Yo'llari juda ham yomon, tepa past bo'lgani uchun. Keyingisi shunda ham baribir yaqin insonlarimiz, yaqin atrofimizdagi insonlar kelishgan, lekin to'yxonani, zaks xonani oldida bir 4-5 ta odam yiqilib tushganda ko'rsanglar, yana yosh katta odamlar, hammani esida qolgan bizani nikohimiz. Shukur qilaman, hech kimga hech narsa qilmagan, ya'ni hech kimni hech qayerda sinmagan, chiqmagan. Keyin yana bittasi именно shu qorbahona bo'lib, bilasizlar, turklarda tilla taqishadi, tilla yoki kattaroq pul summasi bo'ladi. Qorbahona bo'lganmi yoki pandemiyani bahona qilishganmi, xullas erim to'ydan oldin ko'p to'ylarga borib tilla taqqanlar va bu tillalar qaytish kerak edi odatda, chunki siz borib taqasiz to'yda, sizga ham kelib to'yingizda taqishadi. Shuni bahona qilib ko'pchilik kelmagan va erim tillalarga tushib qolganlar. Bu ham bitta esdan chiqmaydigan anaqa. Anchagacha erim o'ziga kelolmay yurgan. Nega men hamma to'yga bordim, menikida hech kim kelmadi deb xafa bo'lganlar. O'shanda aytganman, hech kimning gapiga kirish kerak emas ekan, odamni o'zini ichidagi ovozini eshitish kerak ekan. Balkim 14-da qilganimizda hammasi yaxshi bo'lgan bo'larmidi, no mayli, nasib, hammasi nasib. Xullas, mana shunaqa cringe voqealar bo'lgan. To'yimizda juda ham qattiq stressda bo'lganmiz. Ikkalamiz harakat qilganmiz hamma narsa uchun. Ya'ni meni ota-onam, meni yaqinlarim uzoqda, yolg'izman. Undan tashqari erim ham hamma narsaga o'zlari yugurganlari uchun rosa ham stressda bo'lganmiz to'yda. O'sha imенно zaks paytida. Mayli nima bo'lgan bo'lsa ham hammasi yaxshilikka bo'lgan ekan. Mana hozir baxtli oilalardan bittasimiz va nima deydi? Sizlarda ham shunaqa voqealar bo'lganmi? Sizlarda qanaqa cringe voqealar bo'lgan? Shularni kommentariyada yozinglar qizlar.